Bosdim. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 26-may 2026 navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvimiz ochilishini e'lon qilamiz. Kimda bankka bog'liq masala yechilmayotgan savol, takliflar bo'ladigan bo'lsa, navbatma-navbat yozib, masalani hal qilamiz bugun. Assalomu alaykum. Familiyangiz Sog'jon. nima masala ekan? Chorvachilik bo'yicha shug'ullanmoqchi deydi, o'sha maslahat so'raydi. Sharoit bor, xonadonda yoki ko'chmasmi? Molxona bor. Molxona bor, 10 yil degan molxonamiz bor. Kliplarni tekshirtirdingizmi? Yo'q, kliplarni tekshirtirmadik, endi so'rab. Hujjatlarni topshirasiz, tasdiqlovni ko'rgandan keyin joiz mahalla bankimiz bor bo'lganida, ijod xulosa bergandan keyin maksimal bir kunchilik hisob qo'yamiz. Tamam. Ismi-sharim To'xtasin Ulug'bek. Uyda shu chorva qo'ylarini boqishga sharoit bor edi. Shunga bir imtiyozli kreditdan olib, shuni kengaytirmoqchi. Hujjatlar topshirdingiz, topshirmadingizmi? Yo, hali hujjatlar nima ketishini bilsak, unga qarab turib hujjatlarni tahlil. Sizga ham shu hujjatlarni topshirganingizdan keyin o'zimiz biriktirgan mahalla bankiga borib, xonadoningiz o'rganib, sharoit borligini ko'rib, ijobiy xulosa bergandan keyin sizni ham maksimal hal qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Rahmat.